Ulan yo'q deydi, Georg uchun. O'yinning qiziq uchun yengilmas chaqlar. Mana bu senga qiziq o'yinmi? Rostli qiziq o'yin ekan. Qaraganda ular hiliq yo'g'imi qog'ozni qo'dayotgan o'xshaydi. Nima ish bu saranga tili shuncha muhimdir? Mayli, o nemili bo'lsin, tez uning bo'lmaydi. Bu lava boshlar o'zaro aramili olsin. Ularni sug'ich mildirib qo'yaylik. Titan to'lqini. Endi sizlarga keldi tasran Rokes. Ularni puvlab o'chirib o'tay. Asli mening mushundaq chaqchaq qilg'im bor edi. Shiddatli quyun. Qo'sh hujum. To'limi qaltis qildi. Roksmi shundaq. Roksmi shundaq deganing nemisi tosh birodar? Shiddatli quyun. Bugun sening ishbodang eng yaxshi. Albatta, nima degun kesmayli. Endi qachonmaysan? Sen kim o? Ben zimin padişahlıqdaki Agran. Gepimni anlab tur. Bu yer nima qilib yuraysan? O yo'g'ilmi qog'ozniki nima? Ben bir alaqchi. Meni avarchilik kuchug'im yo'q. Meni qo'yib atgan. Yaxshi qilding Rokes. Xatning mazmunini bizga dapasang seni qo'yib etamiz. Bo'lamdi? Tezda, alaqchi. Meni maktubni ko'rdim, huquqim yo'q. Makr patta. Makr o'z yozgan xatmi? Bizga avatgan xatmi yoki boshqalarmi? Tez uni acha. Makr akamga olib berishni to'plagan. Sendan o'tib qolay, meni qo'yib atgan. Men bir alaqchi urush qilgan. Uning aksi Makrning qachonlarda aks paydo bo'lib qoldi. Ben yelimicik narsani depladim. Makr meni o'ltirib bo'ldi. Sizlardan o'tib qolay, meni qo'yib etinglar. Lava garmitmi o'tinamdi? Sizlardan o'tib qolay. Sen nima qilyapsan, Tasran? O bizga yalvuryapti. Yurtimizda dushmanlar bizga adil elishadigan fursat beramadi. Erkinliging uchun kurash qil, lov maxluq. Yo'q. Ansirma, sen faqat Roks bilan tutishsangli bo'ldi. Mushundaq bo'lsa adil bo'la. Gapingga diqqat qil. Sen sepimizga eng ojizi. Sen bir ojiz, ya'ni kelib holing yo'q. Hamakat. Nimaga qarab olmaysan, siyrak qushqosh? Uni sen do'tkalda qachirib qo'yding. Hech kim uni qachirib qo'ymadi. O'zi qochib ketdi-ku. Tasranning odil raqobat bilan ilishqisi bo'lsa, men uni to'yg'izib qo'yay. Podshohligimda men odil raqobatga hurmat qilaman. Sening hurmat qilishing uni qachirib qo'ydi. O Makrni izlab mangan bo'lishi mumkin. Qaytib ochiqlansang ovozing bir xil inchiklab ketadi, Rokas. Hargiz unda emas. Sen agar biz Makrning aksini izlab olsak, uning bizga taqobil turadigan fursati qolmaydi. Men seni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Uni bir bo'l qilsamsan. Balkim sizlar diqqat qilmagan bo'lishinglar mumkin. Men Makrning odam emas, mushagichi bo'lsam. Tutishqin bagada, agar men Makrning aksini topa olsam, naq mushundaq bo'ladi. Sizlar o'ynashyapsizlar. Bir haqiqiy Georg hukmroni azaldan o'ynashmaydi. Agar biz hozir o'zimizni tutib olsak, men sapashliq degan gap. Biz ahamiyatli ishlarni qilishni boshlasak bo'ladi. Danishmand, bu yerda nima ish qilyapsan? Faqat sizlarni ko'gil keldim. Biz faqat rol elib o'ynayapmiz. Georg hukmroni rol elib o'ynasa, qarmoqqa bir to'p ahmoqlarga o'xshab qoldikansizlar.
Meningcha bizning jang o'yinimiz danishmanga yaxshi ta'sir bermabdi-da. Agar sizlarning texmi ko'p kurashni ko'ginglar bo'lsa, qurolinglarni menga to'g'rilanglar. Sizga to'g'rilaymiz. Yo'q, bo'ldilar. Sizning yashingiz-chi? Danishman, sen tushunmading. Biz bekli muhim bir ishga yo'liqdik. Bizning hujumimizga yardım bor ish. Bu nima qilganing danishman? Men texsilarni haqiqiy Giyormo hukmronlariga xos kurash qilamdiki debdiman. Qani karomatinglarni ko'rstinglar. Nima degan yomon? Bu jazman bekli qiziqarliq. Gapning rostini ilday. Biz o'zaro o'ynashayotgan shundaqmi? Shundaq, faqat o'ynashib qo'ygan shu. Biroq rostini desam, satlash kimni bilaman. Kurash mangu makrdek dushmanlarga qarshi turish eng oxirgi vosita. Agar sizlar bu kechirmishlardan hech qanday narsa o'rganmasanglar, men sizlarning bu nuqtani tushunishinglarni umid qilaman. Bolada, men voz kechdim. Boya nima yuz berdi? O rosti shundaq qildi. U shundaq qila oldi. Odam sirt qiyofatga oldinib qolmasligi kerak ekan. Amaliyotda u rostlik qolsizgan. Danishman, bizni ranjib qoldingmi? O yerda anvi qilib turmay, o lava yugimi qog'ozni menga beringlar. Ey, to'xtang, u bekli qiziq. Danishmanning har bir harakati bizga yo'chilli ko'rindi ekan. Men degan bu makrning aksiga yozgan xat ekan. Asli sizga demoqchi to'q, sal esimizdan ko'tarilib qopti. Shunga Men buning nimligini ne vaqt bilib qo'g'ili. Bilib bo'lgan, sizning aql parastingizda gumonlanmoqchi va yoki boshqa maqsadim yo'q. Lekin makrning bir aksi bor ekan. Bu bekli muhim axborot. Siz bizga deb baxmagandingiz. Agar makrning aksini topa olsak, lava do'lti bilan bo'lgan jangning vaziyatini yaxshilay olgan bo'lardik. Men sizlarning makrning aksini izlashga berishinglar qo'shilaman. Uning bilan ko'rishsanglar bo'lmaydi. Nimishqa? Sizlar jang qilishga buncha oldirmanglar shahzodalar. Hech bo'lmasa bu qitim oldirmanglar. Makrning aksining sizlar bilan munosabati yo'q. O bizning vazifamiz. Biroq bizning vazifamiz danishman. Nimishqa siz mas'ul bo'lasiz? Sadi nimishqa? Og'zini yum. Qani dapaqa, biz uning gapini anglamayli. Makrning aksi bek muhim. Men hargiz muhim chaqda qechib yurmayman. Men danishmanning nim xiyoli balqini bilmadim. Lekin men makrning aksini bizga kam bo'lgan bir muhim yefchi deb qarayman. Sen kuchingni ko'rsat. Arish, kuchingni ko'rsat. Dengiz, kuchingni ko'rsat. Hoy! Mayli qandaqli bo'lsin, biz aniqlashimiz kerak. Mushu yo'l to'g'rimi? Sen bizga deyishing kerak, o'rmon hukmroni. Biz mush yerlik daraxtlardan so'rab baqsaq bo'lmamdi. Hech qaysimiz danishmanning zotini naketganligini ko'rmadik. Hech qanday izmi qoldirib qo'ymabdi. Uning agish mengish tas. O burunduli shundaq. Biz ozroq yordamga muhtoj. Mortla ko'zayniki. Danishman Rasululloh iz qoldirib qo'yibdi. Bir energiya yo'li. Biz bu yo'lni bo'ylab maqsaqli bo'ldi. Men yordamlashay. Murtla ko'zaynigi. O'rmon kuchingni ishqa sol, shakal daraxt. Biz sening yordamingga muhtoj. Qaltis bo'ldi. Shakal daraxt tug'ma iz qo'g'lig'uchi. U o'rmonning energiyasini his qila oladi. Rasma, menga nisbatan u bir mang'alaydigan ko'ldirma. Bizga qo'shilganingga xursandmiz. Xato menibdiq. Danishman uzib o'tib ketganmidi? Bu mening tavalligim. Nima bo'ldi? Daryo suvi bekli qiziq, hammasi gungurtgan. Bu kalva uzun tura bizni xato yo'lga boshlabdi. Danishman Abdulla lavada o'lta ketganmidi? Hech ishongim kelmaydi.
Şakallık taraq bizni ümitsizlantirib baxmagan. O axir ismidagi kalvalikni ifodalab berdi. Undaqda biz hozir nima qilamiz? Ağaylar, qarğanda bizning mehmonimiz kapti. Bu nima? Bir emaskan, ikki emaskan, balki 4 karbi dokumentlarni dodimizga tajovuz qilibdi. O sanaqsini yalaydi ekan, biz ularni qo'rqitib qachirib yetaylik. Men uning nima deyotganligini tushunmadim. Biz hech qanday yerga tajovuz qilmadik, Rokas. Sen temperaturning bag'asini o'rnayotganligini his qilmadingmi? Ha? Sen lava doldi tavalliga kirding. Senchi biz qanday qilaylik? Ha? Danışmanning deganlari hilmi esingdimi? Kurash qilish eng oxirgi vosita. Toshbozg'on. Mana bu atalmış sirtqi siyosat. Bana yordam kerak. Rahmat sana shakaldaraq. Yer vasmillarsiga kelar. Ay, ko'pchilik, bizning yorma sehrimizchi. Ularni urib yer bilan saqlaylik. Bu degan mening ziminim. Men o'rin va odam kuchini ustun. Sen tutish mumkin emas bir urushga jang e'lon qilding. Qanday qamaling bor? Suv kerak. Sizlar ularni to'sib turinglar. Suv go'ngirtilib ketibdi degan eding-ku, Ferno hukmron. Nima degan bilan bu daryo hisoblanadi. Mushunda bo'lgandilar biz yaxshi vaziyat yarata olamiz. Men seni yolg'izlik to'p yaratishingni xohlamayman. Birlashma hujum. Hujum. Yana qanday usul bilan o't o'chirishni bilasan. Qumtash burni. Mening bu balig'imni unutib qolmanglar. Mening bu bakli urushqim bor. Yo'q. O'zing keltirib chiqadi. Oxirlashtirg'ing bor. Taqdosiz tosh to'pga qara. Ay. G'alaba qozondik. Shunchalik tonish go'zal bir tuyg'u. Bu bizning o'zaro ilishqinimizni ko'ngillik, shundaq-ku. Neymiş ki bizni bu yerga boshlab kelding shakalliq taraq. Danishmand asli bu yerdan maqdimi? Sizlar qanday qilmoqchi? Uningga akshib bir muncha qilliq jangga qadamamoqchimi? O bir ahmoq, buningga ishon. Men asli shunda qilmoqchi ahmoq qo'sh. Ha, chaqchaq qilib qo'ydim. Balkim Grasxonish bizga yordam bera oladi. Geormoda hech kim monodek energiyaga sazgir emas. Uni qanday topmoqchisan? U har qaytim tuyuqsiz paydo bo'ladi. Men davno dehni qanday totishni bilmadim. Balkim biz qila olamiz. Men bilmayman, so'rab boqaylik. Ma'qulamsa. Boshlaylik. Grasxonish. Hey, Grasxonish. Xonqiz, biz sizning yordamingizga muhtoj. Agar bu yerda bo'lsangiz bir gap qilib o'ting yoki boshqacha shapi berib qo'ying. Bo'lamdi, Xonish. Inkas bo'lmadi. Sening ayollarga taqobil turishing boshqacha ekan, agram. Men bu yerda. Ana oyat gayne qayada? Ko'rdingmi? Yana shakalliq meva ishlag'i pishi. Rahmat xodish oliylari. Biz danishmandning yordamiga muhtoj. U bizga nurg'ulon gumon qoldirib qo'ydi. Bizga yordam qilasizmi? Haqiqiy ahvol bekli qo'rqinchli. Sen uni ogohlantirishni anglashing kerak. Danishmand sening ba'zisini vaqtincha bilishini xohlamaydi shahzoda. Lekin biz danishmandning do'stlari. Biz birlikda Geormoarni qutqizamiz. Bizning vazifamiz mushkul. Makirga qarshi turamiz. Agar bizning fursatimiz bo'lsa, ajba uni tutmandik. Men danishmandni ogohlantirishga bo'ysunishni umid qilaman. Ba'zi narsani o'rgatishga bo'lmaydi, yosh shahzoda. Faqat vaqtning o'tishiga ergishib o'zing his qilasan. To'xta, qaytib kel. Biz uni tepishimiz kerak. Hech shengim kelmaydi. Uning ismini chaqirsa bo'ladi ekan. Kim o'ylagan? Bo'ldi bas. Shu mushundaq bo'ldimi, agram? Appa bo'lmaydi degan. Opam? Ha?
Faqat chaqchaq qilib qo'ydim. Biz zot izdamdiq, izdamamdiq. Ha? Yanardağ kirish eg'zi? Endi kirsak bo'la, shuncha uzun yo'l menib keldik. Tezda yarılinglar. Bu yerda nima bordu? Pastkilar nima ish qilayotgandi? Ha? Men bilmadim, yig'ilishmikin? Unda ishlarni yoqtirmaydi. Menimcha kengash yig'inday turdi, lekin nima ishqa? Qaranglar. Ular danışmani tutyapti. Biz kuchimizni chiqaraylik. Yo'q, havo saqlab qo'ying. Amaliyotda bolaning zaruriyati yo'q. Rahmat Makar. O zodi nima ish qilyapti? Danışman unda emasdi. Acaba o bizning uning agishimizni xohlamaydi ekanda? Uning zot yuz o'rganga o'rmaganligini bilmaymiz. Biz shuni anladik. Eshitishni anlamayotganmiz. Biz yana yaqinroq boraylik. Agram, sen meni jan qilishga amroqligimni bilsan, lekin bu muvofiq payt emas. Gras xonishning deganlari esingladimi? Biz aniq ahvolni bilmaymiz. Yengiltak qilmasligimiz kerak. Bildiganlarimiz helimi ko'p. Ay, zaman kuchingni ko'rsat. Dengiz, kuchingni ko'rsat. O'zga! Arish, kuchingni ko'rsat! O'rmon kuchingni ko'rsat. Yorma hukmroni. Bolalar, unda qilmanglar. Ular yordamga qo'shin chaqirdi. Mening bir amalim bor. Ular endi eshik sirtiga solinib qoldi. Biz mi ishiga solinib qoldik? U ahmoq. Erishdim bura, hech kimning ayrılishga ruxsat yo'q. Ay! Danışman nima ish kuladi Agram? Avval urishaylik, ondan deyishaylik. Ay! Tağdassız taş top. Men sizlarni bu ish bilan qaringlar bo'lmasin degan. O degan sening gaping. Biz bunda qo'yilmadik. Barliq yuzbaga ishlaqsan bir tushunchi bagar. Bu ish aniq qo'y. Hey! Uni ilishqi so'si biz ilishaylik. Ay! Mening bunda qilg'im yo'q danishman, lekin menga boshqa tanlash bermadi. Agram, sen bilib ol, hamon boshqa tanlash bo'ladi. Lekin to'g'ri qaror chiqarish esingda bo'lsin. Zarbidan saqlanishning oshqochi o'tkir kuzatishda. Endi to'g'ri tanlashni chiqara oldingmi, Agram? Hozir bekli g'azablanayotsan, shundaqmi? To'qinishdan saqlanayotsan, Agram, shundaqmi? Biz to'qinishda saqlanishni o'ylab boqmadik. G'alba qazishni o'ylaymiz. Hey, qiri! Og'illar, biz bir xatolik o'tkazgandek turibmiz. Senin birdan bir xatolikdan pekla ojiz. Sen xoinga yo'liqding. Sen ishishga bo'lgan bir garmet seni to'zoqqa tashlabdi. Agar sen haqiqiy yorma hukmroni bo'lsang, u seni o'ldirishdan burun sen avval uni o'ldirib. Hozir tanlash huquqi senda.
Agar sen shundoq o'ylagan bo'lsang, amsi meni o'ltirib et, Agrar. Yo'q. Sen sarang bo'ldingmi? O bizni qiltaqqa dasatdi. Yo'q. O'zimiz to'zaqqa dasidik. Amaliyotda bu to'zaqni o'zimiz keltirib chiqardik. Biz jang qilishga bakla oldirib ketdik. Biz hatto o'ylab yetmadik. Biroq men o'ylab yetdim. Haqiqatan ahmoq bola ekansan. Yo'q, ular bola emas. Gerçi sho'ng'amga uchursimu, ular yanılı oq ko'ngil, botir, sadoqatman. Men biladigandaklар, Makr. Shunga bularning hammasi bir sinoqmi? Men gangrablik qildim. O zodi eski odammi emas. Sizlar texmini do't deb zonglik qilasizlar. Sen bizni Makr bilan ilishishga boshlab keldingmi? Amsi uni aks qandoq ish? Sen texi tushunmadingmi? Bundan hayron qoldim. Men ishonmayman. Men ishonmayman. Danishman, sen Makrning aksimi? Hamon bir kuni haqiqiy ahvol oshkorlandi. Esingda bo'lsin, kuzish iqtidori beklamayim. O'zingga ishonching bo'lsin, hargiz voz kechma. Danishman, yo qaytib kel. Nima ish qilib bo'ladi? Men bilmaylar, uning chiqib tekib qo'yibdiman. Pushaymon qilsaqmi o'rniga kelmaydi. Mangayli. Mangayli Agram. Biz ularning maydonda taqobil turib bo'lmaymiz. Azrima do'stim, men senga va'da beray. Biz danishmani cho'qib qutqizib chiqa olamiz. To'g'ri bo'lishini umid qilman, Rukas. Amisi Agram, hozirgi planing qandaq? Makrning lava döltini yo'qotib, danishmanni qutqizib kelish. Biroq bu qitimqi ish qilinishimizdan keyin men aniq o'ylandim. Agar men yakkijiga mansam, buni men bilaman. Shunga Hargiz yolg'iz bo'lmaysan. Danishmanda nurg'un sirli ishlar mavjud. Ammo uning ishini emas. Bugun uning do'sti bo'g'ashqila o'tning orasidan qutulib chiqdi. amsi bilib boraylik. Geormosh uchun. Do'stligimiz uchun.